Elchin Safarli. Qaytganimda uyda bo'l, yoxud baxt va ayriliq bitimi taqdirning. Ayni damlarda hayotning abadiyligini aniq his etmayapman. Hech kim o'lmaydi. Ayni hayotda kimki bir-birini sevgan bo'lsa, undan keyin ham uchrashadilar. Vujud, ism, asliyat barchasi o'zgarsa-da, bir narsa ohangrabodek bizni bir-birimizga tortaveradi. Muhabbat abadiy qovushtiruvchidir. Hozircha esa men yashayapman. Goh sevaman, goh esa sevishdan toliqaman. Lahzalarni eslab qolaman. Ular haqida ertaga yoki hayotimning donishmand yillarida yozish uchun bu xotiralarni avaylab saqlayman.